Mana yana bitta obyektimiz. Xo'p. Bular royal qo'yildi. Pol avtomat kir mashina qo'yadi. Pol avtomatga suv sovuq suv. Motor EPA 370 qo'yildi. Mana bu bachokka chiqib ketadi, tomga bachoy kelajakda bo'ladi. Mana bachoydan qaytishi. Motorga keladi, nariga mana buni yopib turiladi-da, buni ochib qo'yiladi. Bu bitta motor ham chiqarib, ham qaytaradi bachoydan. Royal Buller 80 talik. Hop. Mana qo'ydik. O'sha bor. Endi bu yoqqa chiqyapti. Bu yerga bu qo'yildi. Mayga oshxona rakabina temirdan qo'yib qo'yiladi. Hozir emas. Suv bor. To'kiladi. Hop. Tomdan alohida 10 lik kabelda tushdi bunga. Bu yog'i 2,5 lik mis kabel bo'ldi. Undan keyin razvedkalar qo'yib qo'yildi. Mana alohida nasos royal birgalikda.